O'zbekiston pensionerlari darhol xabardor bo'ling. Hozirgina siz uchun muhim ma'lumotlar e'lon qilindi. Pensiya vaqtincha to'xtatiladimi? Endi pensiya pullari berilmaydimi? Rasmiy ma'lumotlar nima deyapti? O'zbekistonda pensiyalar to'xtatilishi navbatdagi fake'mi yoki bu xabar rostmi? Pensiya pullari berilmaydimi? Barcha ma'lumotlar shu yerda jamlangan. Tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hozir video ostidagi like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ushbu bosgan laykingiz orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Like bosgan insonning qo'llari lohim, Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling. Xalq banki pensiya tarqatish bo'yicha vakolatni rasman yo'qotdi. Markaziy bank qarori bilan ushbu yo'nalishdagi ikkita qaror o'z kuchini yo'qotdi. Ishlamaydigan pensionerlarga to'lovlarni tashkil etish bo'yicha Xalq bankining vakolatlari ham rasman o'z kuchini yo'qotdi. Bu haqida mart oyining 30-kuni Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hamda Markaziy bank qarori imzolangan. Unga ko'ra 2018 va 2019 yillardagi yo'riqnomalar o'z kuchini yo'qotgan. Vazirlar Mahkamasining 2024-yilga oid qaroriga muvofiq fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish sohasidagi qonunchilik hujjatlari takomillashtirildi. Shu munosabat bilan hukumatning ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi hamda ba'zilari o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblandi. Natijada pensiyalarni tayinlash va tarqatish jarayoni byurokratiyadan xoli qilindi. Xususan, pensiyalarni tayinlash hamda to'lash tartibi raqamlashtirilib, ortiqcha byurokratik to'siqlar bartaraf etildi. Endilikda pensiya tayinlanganligi to'g'risidagi qog'oz ko'rinishdagi guvohnoma berish amaliyoti bekor qilinib, maxsus axborot tizimi orqali elektron shaklda ma'lumotlar shakllantirilmoqda. Shuningdek, pensiya miqdori tovarlar va xizmatlar iste'mol narxlari indeksiga qarab indeksatsiya qilinib borilayotgani aytilmoqda. Diqqat qiling. O'zbekistonda harbiy xizmatchilar uchun pensiya tizimida ham muhim o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Yangi qonun loyihasiga ko'ra, 30 yildan ortiq xizmat qilgan harbiylar uchun pensiya miqdorini oshirish rejalashtirilmoqda. Ushbu hujjat hozircha parlamentda birinchi o'qishda ko'rib chiqilib, ma'qullangan. Loyiha doirasida harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini pensiya bilan ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish ko'zda tutilgan. Jumladan, pensiya tayinlash shartlari, turlari va hisoblash tartibini yaxshilash rejalashtirilmoqda. Asosiy yangiliklardan biri 30 yildan ortiq xizmat qilgan harbiylar uchun pensiya hisoblashda ish haqining hisobga olinadigan qismi 75% dan 100% gacha oshirilishi mumkin. Shuningdek, pensiya miqdorini hisoblashda qo'llaniladigan bazaviy ko'rsatkichni ham o'zgartirish taklif etilmoqda. Ya'ni amaldagi 10 baravar o'rniga 12 baravar miqdordan kelib chiqib hisoblash rejalashtirilgan. Mutaxassislar ta'kidlashicha, bu o'zgarishlar uzoq yillar davomida xizmat qilgan harbiylarni qo'shimcha rag'batlantirish va ularni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Do'stlar, kanalimiz yanada tezroq rivojlanishi uchun iltimos, ushbu videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'ling.